Bitta menga savol kelib qoldi shu joydan. Men bu Yandex qiladigan blogerlar borku. Misol men ham Yandex qilaman. Anchadan beri Yandex qilaman. Bilat, buni Yandex qiladigan blogerlarga faqat qachon qarasa qizlar oldiga o'tirib olgan, managa o'tirib olgan, uyiga taklif qilgan, pivo ichishga taklif qilgan, dachaga taklif qilgan, bittasiniga bo'lsa pul bermay qochib ketgan, bittasiniga sen viloyatdansan deb, sen viloyatdansan, Toshkentga kelib olgansan deb qanaydir viloyatliklarni izdosa qilgan, Shopirda tepa. Bittasi bo'lsa ichib olgan kayfga haydaysan deydi. Yana bittasi 5 ta odam minamiz deydi. Bilat, men prosta vahuyda. Men shuncha odam bilan ishlayman. Nimaga menga bironta qiz oldimga o'tira olmaydi chiqib? Oldimga o'tira olmaydi. Uyiga taklif qilmaydi, pivo ichaylik demaydi. Yo bo'lmasa 5 ta odam o'tiraylik deb janjal qilmaydi, pulini bermay ketib qolmaydi. Ya'ni birontasi hali viloyatdansan bilan nahri keling, nima uchun Toshkentga kelgansan, qayerdansan o'zi, panayi xil demaydi. Bilat, faqat sizlarga shunday bo'lib qoladimi? Video sinema qilayotganlar uchun yoki spesialni qilasizlarmi o'zlaring? Men shu savolga umuman javob olmayapman. Kim biladi? Kommentariyaga yozib ketingiz iltimos. Men shunday qaysi gudak Uber qasami Yandex ishlaydigan blogerchalarga jo'natib qo'yinglar. Kommentariyaga javobini yozib ketsin. Hammaga rahmat.